Siz tana boqib, buzoqlardan boqib ziyon ko'ryapsizmi? Olgan buzoqlaringiz o'smayaptimi? Tayyor sutli sigiringizni sotib, siz yomg'ir ko'p tushdi shu yil, bir tanalardan boqay, bular katta-katta bu foyda ko'raman deb o'ylagandingiz, a? Assalomu alaykum yaxshilar. Sizni tayyor sut berayotgan sigiringizni bozorga olib borib sotishingizga sabab tanalardan foyda ko'rish edi. Lekin olgan tanangizni 2-3tasi yaxshi o'sayapti, qolgani o'smayapti. Siz e'tibor bering, bularni yeb ichishiga. Hammasi birday to'yyaptimi? Kechki payt qashlayapsizmi? Ertalab 2 soat quyoshni nuridan bahramand bo'layaptimi? Shoshmang. Videoni nimaga o'tkazib yuborasiz? Oddiygina, lekin tajribadan o'tgan ma'lumotlarni sizga berib boraman. Hech ham ziyon ko'rmaysiz. Instagram, TikTok, Facebook videolari to'liq holatida YouTube kanalida bir ko'rib chiqing. Profilimga kiring. Videolarni ko'rib chiqing. Agar siz parranda boqishga qiziqsangiz, har xil turida mol, qo'y, echki zo'r ma'lumotlar bor. Tajribadan o'tgan quyon haqida ham, har xil zotlari haqida. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Siz tanalarga nima qilishingiz kerakki, foyda ko'rishingiz kerak. Oddiygina bularni kir suv bilan cho'miltiring va kana bitdan tozalang. Yeyishiga e'tibor bering, kuzating. Agar 3tasi yaxshi yeyapti-yu, bular yaxshi yemayotgan bo'lsa, albatta ishtahasini ochish kerak. Ertalab kechqurun o'sayotgan buzoqlarga, tanalarga kalsiy dan qo'shib berish kerak. Molni dorixonalarida bor. Kalsiydan kepakka qo'shib bering. O'ta kuchli yem bermang. Yosh o'sayotgan buzoq tanalarga. Ularga zo'rlik qiladi. Oddiy kepakka qo'shib bering. Agar bularda yo'tal bo'lsa, 4 bo'lakga bo'ling bitta nonni, issiq tandirdan chiqqan non. Bir bo'lagini bering. Hammasiga bo'lib bering. Ham ular yaxshi o'zgaradi, ham yo'tali bo'lsa qoladi. 3 haftada bir marta molingizni cho'miltiring. Har kechqurun bu tanalarni qashlang yaxshilab. Qorni to'yib, bular mazza qilib damasin. Yana e'tiborli bering molingizni bitta kanasiga. Qiloviga ham e'tibor bering. Tilini ochib ko'ring. Qilov emasmi? Obuna bo'lib like bosing.